Bu 18 ga kirgan qiz. Bu natijaga 1-2 oyda kelganimiz yo'q. Bu natijaga 1 yil mobaynida keldik. Birlamchi qabulga kelganda semirib ketgan edi, terilari yorilib ketgan, sochi yog'lanardi. Umuman hayz ko'rmasdi. Eng asosiysi samatsenkasi juda ham past edi. Nima qildik? Ratsion tuzib berdik. Ochlik bilan emas, kuniga 4 mahal ovqatlandi. Vaqtida uxladi. Jismoniy aktivlikni kuchaytirdik va surunkali stressni yo'qotdik. Stressga munosabatini o'zgartirdik. Natijada 30 kiloga yaqin ozdi. Hayzi vaqtida keladigan bo'ldi. Terilardagi yorilishlar ketdi va eng asosiysi bu qiz endi boshqa semirmaydi. Chunki butun hayot tarzini to'g'riladik. Agar men yoki boshqa diyetologlar bu natijani 2 oyda qilib beraman desa, umuman ishonmanglar. Bu natijaga kelish uchun vaqt kerak. Ana o'shanda boshqa semirmaysizlar. Agar bir oyda 10 kilo ozib, keyingi oyda 15 kilo semirib ketishni xohlamasanglar, qabulimga yozilinglar.